etmek için tatlar sayesinde layıklayın. Cinayetini tapşır dep bir çıkasa uxlaptı bu. Hey! Kopa. Bunu çakırıyorsa adamlar. Ben istemdim. Sekişte arak yer su olsa bizgen belak. Kopa voy. Mesop qalgan zaboylar kirib damandiga emas bu kopa. O'zingni nari ko'rib o'tsan? Qolsam qoldim-a, men bir masumsam yana bir adamni. Ne? Qara. Kızını qara. Qarsa qanday qiltavra qardim mana qarqata. Voy! Bizning Hasanjon savchiga bu. Çok qiziq shafti-da. Bu payso'dimish tushurmi? Maqara aka. Men arak ichishdan boshqa ishni qilmayman. Men hukumatimiz arak ichishni cheklamaganda, agar arak ichishni qonunga xilop ish bo'lsa, davayga ketdim. To'xtanglar. Sizni men seni jinoyatingni topshir deyapman. Nima dedi? Sen odam o'ldirding. Mama? Hey! Sağırkamni tanamsan? Ela sağır botkichini mi? Tanımam teki. Ürümçide 10 zabay olsa 7'sini şu yetiştirgen. Mana men şunun mahsulatının biri. Tanımam teki. Sağırkam tündürgün keşke ölüp kaptı. Yakın bu. Onda oldu. Tündürgün keşke görgen tursam ben onu. Bu ölüp geçsin bana kim yerin içinde nesiyle arak verdi? Ekran, kim öldürüp da onu? Kanda öldüremem digine bir çavuzdan bir traktörün emisine. Kim öldürgenligini sen obdan bilersen? Sen bende gumanlı atarsan? Otur! Durayım. Nimaga cheklaysan? O'tirib. Hayajonlanmay o'tirib, jinoyatni topshir. Gapla. Men astag'firullah. Mamlaganning ta'tirligini. Asajonga andisimga o'tida bu ishni men qilgandim. Ha? Men o'lgan. Men ko'ramisiga. Bularni boshi bog'lab qo'yam degan. Oldu otur. Oturup oldu ne kaç giteydi? Aldı bilen jarayonni so'zlab baqa. Bunun hech qanday bir jarayonim yo'q, kichikgina bir ishda bu. O'zim murakkablashtirdim. Ey, gapni to'liq yo'g'litib-amay. Nima bo'lsa shuni demansan? Bundoq ishda qarabka. Men uzun yoqqa shu savur botkining botkisida nesiga aroq ichayotgan emasman. Nima uchun? Nima uchun? Yo'q. Savur botkichi rahmatimi qo'tirishda nat itva birini to'g'ri. O haqiqiy qarz beribdi sizga shunda amroqda u. Lekin 30-40% bilan oldida u. Mana o'xshash nesi ishini qilgan berayapti. Lekin oxirgi hisob kitob qilganda 2 pul kerakning o'rniga 3 pul kerakning oldida bu. O deganlaringdan uning o'limi bilan nima munosabati bor? Men munosabatim yo'q. Mana tunigin hisob kitobida mendan yana ortiq bo'ldi u. Ma'nosin senza achchig'ingga paylamay. Ishning keyinlik to'qmoqni shuni oldingda.
Arka minisiga bastırdı qilib birini qo'ydim, shundaqmi? Men uni haqqir bilasan deb qag'vat ketdim. Buni bilan qaptamaysan. Kimni ahmoq qilsa? Ha? Qo'ydimi? Sana deb qo'yay, bu degan jihi narsa, sening chaqchaqidaga yirik emas. Tushundingmi? Gaplar. Tunogin soat 8 dan 9gacha bo'lgan vaqtda sen nima deding? Ko'rqadning ichida. Kim bu? Xotin. Xotining seni zaboy o'tib ketdi deb xatinib ketgani nima? Gaplar. Men kim bu bo'la oladi? Ha? Go'chin qari. Kim o go'chin qardiga? Mening do'stim, yaqin do'stim. Do'stim ekanligini bildim. Kim o? Nerede oturdu dememsen? Nerede oturdu? Pul bağlattı, yinimde oturup pul yakatım, kökeyle oturdu. O benim en yakın, en suyumlu, en sadık dostum Go'chin Dachi oldu. Senze ofisiyallik qilib jinoyatingdan qochmoqchimi? Sana deb qo'yay. Tunogin 8 dan 9gacha bo'lgan arliqda sen Savur butini uyiga borgan. Yo'q, bordim. Bormidi? Sen aniq ko'rgan bir guvoch bormi? Nima? Savurkamning botkisini ishlaydigan Madika, tunamsa? Kira. Berapa? Kila. Vay kila. Kaç, mamam sen. Mana mağla qarab olsa. Olim qarab. Qadaqshak yo'q. Gaplar. Tunogin soat 8 dan 9gacha. Sen nima deysan? Savurkamning ish qildida. Unda shu chog'da Savurkamning uyiga borganingda sen o'z ko'zing bilan aniq ko'rding, shundaqmi? Shunda. Yaxshi. Sen bizga deb ber. Sizga ilqam. Bu yo'q. Deysa bo'ladimi ya? Sen bo'ldi. Qara. Unda siz ruhiy kim dedim. Xatirmansiz? Xotirjam bo'l. Ha? Bir minut desa, siz bak. Sizdan qiladigan amalni qilsangiz. Qara, tunat 8 bor. Savurkamni ishlar sen kim eding? Siz dedin. Sen qalayımdan sözden bo'lmaydi. Sen qani kirmoqdingmi? Ya, bırak men sizni istab tursan. Men bilamda soat 8dan oshgan vaqt bu. Sen
Şimdi zaten bizden sağlıktan olmamız var.